Sevgi. Voy. Sevgi. 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 Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Men xotinim bilan ajrashdim. O'zim haydab yubordim. Xo'p. Shunga senga uylanmoqchiman. Nimalar deyapsiz? Esingizga yo'q qo'ydingizmi? Uni haydab yubordim. Endi senga uylanmoqchiman. Tushundingmi? Nima deyapsiz? Nima deb aljiryapsiz? Buni nimasi yomon, Sevgi, mana bunaqa gunoh ishlar qilib yurishingni xohlamayman. Tushundingmi? Shunga menga erga teg. Voy, qanaqa gunoh? Uyalmaysizmi siyingiz tengi qizga bunaqa gaplarni gapirishdi? Nima qildi? Har kim bilan duch kelgani bilan yurgandan ko'ra menga erga tegsang bo'lmaydimi? Voy, nimalar deyapsiz? Og'zingizga qarab gapiring. Qo'y bering qo'limni. Tort qo'lingni. Tinchlikmi? Qo'shnimiz. Hali uyda mijoz bor edi degina. Tushunmadim. Tushunarli. Og'zingga qarab gapir. Sen meni ishimga aralashma. Tushundingmi? Bu mana bularning hammasi fohisha. Tushundingmi? Nima qilasan? Og'zingizga qarab gapir. Qara iflos. Rustam aka, qo'y. Iltimos, qo'ysangizchi. Tushundingmi dedim. Rustam aka, o'tinaman. Qo'y, var. Bor chiqib ket. Agar yana bir marta bu yerda ko'rsam oyog'ingni sindiraman. Kerakmidi sizga shu? Kerakmidi? Yoqyaptimi? To'yma-to'y yurish yaxshimi? Bolani katta bo'layotganini ham ko'rmayapsiz, pul topaman deb. Yig'ishtiring bu ishingizni, to'yga chiqmaysiz. Yaxshi, o'zingiz toza bo'lsangiz ham, mehnatingiz halol bo'lsa ham, nomingiz qora bo'ladi bu ishda. Nima qilay? Qo'limdan boshqa ish kelmasa. Qayerga ish qidirib boraman? O'qimagan bo'lsam. Bir oyda nech pul topasiz? Men beraman o'sha pulingizni. Tushunarlimi? Oppa. Olifta. Sen ham, mana bu qizlar ham mahallamizda uyda fohishaxona ochganligi uchun tegishli joyga yozib beraman. Tushunarlimi? Qayerga yozasan? Men ustidan yozib beraman. Qayerga yozasan? Militsiyaga yozaman. Men Sevgining eri bo'laman. Tushunarli-a? Tushunarli. Menga qara. Biz ertaga osh beramiz. Xo'p? Xo'sh. Ertaga oshga chiqing, yaxshimi? Bora qol. Hali gaplashamiz yana. Bor, xo'p. Qo'ni-qo'shnilarni ham olib chiqing ertaga. Salomat bo'ling. Rustam aka, nimaga unaqa dedingiz? Endi sizlarga hech kim yomon nazar bilan qaramaydi. Qulog'inglar tinch bo'ladi. Osh beramiz dedingiz, endi ertaga oshga chiqishsa nima qilamiz? Rostdan. Rostdan ham osh beramiz. Mahallaga, to'g'rimi? Nima qildi? Bo'pti. Choy yo'qmi sizlarda? Choy beringlar. Bor choy. Bu farzandlaringiz rasmimi? Doim yonimda yuradi. Bu Ilhomjon. Aeroportda ko'rdingiz. Bu ikkinchi o'g'lim Azimjon. Jamol, Jamila, egizaklarim. Sog'inganimda qarab to'yib olaman. Meni ham shunaqa odatim bor. Dadasi choymi, kofemi? Yo'q, o'tiraveringlar o'zim. Mayli. Bemalol. Xo'p. Qani davom ettiramizmi? Rustam aka aytganlaridek, payshanba kuni oshpaz olib keldilar. Hech ham kutmagan. Meni nomimni oqlash uchun mahallamga uylandim deb osh berdilar. Shu tariqa nomusimni saqlab qoldilar. Keyin menga shart qo'ydilar. Ishlamaysan, bolaga qaraysan, uyda o'tirasan deb. Xullas ishlatmadilar. Pulam tashab ketdilar. Ularni bu ishlardan keyin men ularni yana ham ko'proq yaxshi ko'rib qoldim.
Lekin o'zimni ushadim. Oilasi bor. Agar rostdan ham uylanaman deb taklif bersa, rozi bo'lmayman dedim o'zimga o'zim. Onamni hayoti takrorlanishidan qo'rqdim. Yana o'ylandim. O'gay otam bilan solishtirardim. Rustam akamni kamchiligini qidirib ham topa olmasdim. Har hafta kelib bozorlik qilib pul tashab ketadigan odat chiqardilar. Keyin esa men o'zimni olib qochishni boshladim. Mayli, opa, men ketdim. Ehtiyot bo'lgin. Xo'p. Vaqtliroq kelgin. Xo'p. Mayli, yaxshi bo'l. Mayli, pochcha. Kerak bo'lsam qo'ng'iroq qil. Ehtiyot bo'l. Xo'p. Chunki sevib qolib gunoh ish qilib qo'ymaydim. Qo'rqardim. Goh opamnikiga, goh xolamnikiga qochib ketardim. Shu tariqa 2 oy o'tdi. Bir kuni uyimizga Rustam aka bilan bir ayol keldi. Kim? Assalomu Alaykum alaykum. assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Oya keling. Bismillahirrohmanirrohim. Bular mening onam bo'ladi. Yaxshisiz qizim. Voy, Bering ustingizdagini. assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kiravering oya. Xush kelibsiz. Xijolat Keling, bo'ling. Shumi Kiravering. sevgi? Shu sevgi. Marhamat Kiravering qiling. oya. Voy, xudoyim, aytib qo'ymaysizmi? O'zimga qarab turarmidim. Ichkariga olib kirib qo'yingchi. Bora qoling. Oya, Kim bu? bu sevgini onasi. Agar esingizda bo'lsa, aytdim rahmatli bo'lib ketganlar deb. Keling, oya, o'tiring. Xo'p. Iye, Voy. uyg'onibdi-yu bu. Voy, nima qilib turibsiz? O'tiring, marhamat. Keling, oyijon, o'tiravering. Bismillahirrohmanirrohim. Men choy damlab kelay hozir. Yo'q, choy kerak emas qizim. Choy boshqa safar xudo xolasa. Gaplashgani kelganmiz. Besh. O'tiring qizim. 5. Keling. Qani, ilohi amin. Amin qilamiz. Tinchlik, xotirjamligini bersin. O'tganlarni joylar jannatda bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Alloh. Mayli, men kichkinani bir aylantirib kelaman. Sizlar bemalol gaplashib o'tiravering, xo'p? Bora qol. Ketdik. Qani, qayerga boramiz? Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Rahmat, yaxshi. Charchamay o'tiribsizmi? Shu Rustamjon qo'ymasdan olib keldi. Ikkalamiz yolg'iz qoldik. Bir ona boladek gaplashib olsak. Shu desangiz, siz to'g'ringizda Rustamjon menga ko'p gapirgan. Uyingizga sovchi bo'lib keldim, qizim. Sovchi? Voy, Rustam akani oilasi bor-ku. Nima bo'pti oilasi bo'lsa? Sizda ko'ngli bor ekan. Sizni sevib qopti. Menga hammasini tushuntirdi. Men ham rozi bo'ldim. Aslida Rustamjonni xizmatdan kelganda majbur jiyanimga uylantirib qo'ydik. Endi kelin yomon emas, yaxshi. O'g'lim sizni sevib qopti-da. Har xil ayollar bilan yurgandan ko'ra halol ikkinchi xotini bo'lsa nima qilibdi? Keliningiz biladilarmi buni? Kelinim nima qiladi bilib? To'g'ri, er bermoq, jon bermoq. Qachondir bilar. Yosh bo'lsangiz ham hayotda ko'p narsani ko'rgan ekansiz. Aqlli qizga o'xshaysiz. Rustam endi gap ochsam ko'maydi deb meni oldingizga boshlab keldi. Shunga o'zim sizni ko'ndirgani keldim. Xolajon.
Men o'zim o'gay ota qo'lida katta bo'lganman. Onamni azoblanishlarini ko'rib ulg'aydim. Men unaqa hayot xohlamayman. Qizim, o'g'lim ham farishta emas. Lekin juda ko'ngli toza yigit. Uni yaxshi bilmas ekansiz. Yaqinroq tanishsangiz, yonidan keta olmay qolasiz. Siz o'ylab ko'ring, shoshilmang. O'g'lingizga ham ota kerak. Rustam, xudo xolasa yaxshi ota bo'ladi. Avvaliga yo'q dedim, lekin Rustam aka meni qamoqdan olib chiqqanlaridan keyin ularni sevib qolganimni tan oldim. Nima qilishni bilmay juda ham boshim qotgandi. Juda ham og'ir ahvolda qolgandim. Rustamni o'zi ikkita qizi bor. Siz o'g'lingizni ham o'g'lidek ko'radi, xudo xolasa. Biz keldik. Gaplashib oldinglarmi? Gaplashdik. Xo'sh. Endi menga turmushga chiqasizmi yoki o'rgilaysan? o'ylab ko'rasizmi? Rustam aka, ayolingiz-chi? Sevgi, ikkalaringlarni ham bir-biringlardan kam qilmayman. Ilhomni ham ajratmayman. Va'da beraman. Agar ayolingiz bilib qolsalar, ularga og'ir botadi. Qarg'ishga qolgim kelmayapti. To'g'ri, baribir bir kun biladi. Vaqt soati bilan ko'nikadi. To'g'rimi, oyi? Albatta. Mayli, men hozir choy qo'yay. Ko'k choy damlang qizim. Ko'k choy ichaman men. Xo'p. Voy Asaltoyim, buncha shirin bo'lmasa bu. Mayli, yaxshi o'tir. Mayli, xo'p, yaxshi bo'ling. Ehtiyot bo'lib. Mana bu kalta. Eshikni hech kimga ochmagin. Ko'chaga chiqsang, uzoqqa ketmagin. Agar u bu narsa kerak bo'lsa, stol ustiga pul qo'yib qo'ydim. Do'kon pastda, tushib bemalol olib kelavergin, xo'p? Ko'chaga chiqsang, uzoqqa bormagin. Xo'p. Ertaroq kelishga harakat qilaman. Tushunarlimi? Xo'p. Bo'pti. Mayli, xo'p. Mayli, yaxshi boring. Assalomu alaykum. Kel, Shohruh.
Assalomu alaykum. Tanish, bu yigitni ismi Shohruh. Agar bu narsa kerak bo'lsa, bu bolaga aytsang, senga olib kelib beradi. Yoki birojaga bormoqchi bo'lsang ham olib borib olib keladi. Bu bolaga ishonsa bo'ladi. O'zimni ukam. Tushunarlimi? Buni telefon raqamini qog'ozchaga yozib qo'yganman. Bu keyin bo'ladi. Sevgi. Tanishganimdan Ber u xursandman. narsalarni. Mana. Rahmat. Mayli, yaxshi bo'ling. Bo'pti, yaxshi o'tir. Xo'p. Ehtiyot bo'ling. Xayr. Rustam aka bilan yashashni boshlab hayotimga mazmun kirdi. Lekin ikkinchi xotin bo'lishning azobini ikkinchi xotin bo'lganlargina biladi. Har kuni Hadik bilan yashar edim. Xotini o'rniga o'zimni qo'yib ko'rar edim. Bechora erini uylanganini eshitsa, qay ahvolga tushadi deb. Meni qarg'ab o'tsa-chi, qarg'ish ursa-chi deb qo'rqardim. Onamni gaplari hech kimni dilini og'ritma deganlarini o'ylab siqilar edim. Xotini bilsa dil og'riydi. Men gunoh ish qildim deb ich etimni yer edim. Lekin kechqurun Rustam aka kelganlarida hammasi bir zumda unut bo'lib ketardi. Go'yo bu olamda biz ikkimizdan ortiq hech kim yo'qdek bo'lardi. Agar ayoli bir kun bilib qolsa, to'polon qilib kelsa, sochimni yulib haydasa, shu o'ylar bilan o'zimni tayyorlar edim. Ayollari, onalari bilan Samarqandda yashashi meni ko'nglimga taskin berar edi. O'tirsam maylimi? Ha, o'tiravering. Ukangizmi? O'g'lim. O'g'lingiz? Necha yoshda tug'gansiz? So'ramang. Necha yoshsiz? 18 ga to'laman. Yosh turmushga chiqqanmisiz? Shunaqa bo'lib qoldi. Ha. Bolangizni ko'rsam maylimi? Mayli, faqat uyg'otib yubormang, endi uxladi. Kechasi uxlamaydigan odat chiqarib olibdi. Voy asalim. Shunga toza havoga olib chiqib aylantirsam uxlaydi. Ha. Iloyim katta yigit bo'lsin. Rahmat. Aytganingiz kelsin. Yangi ko'chib keldinglarmi? Ha, yaqinda ko'chib keldik. Men bu 34-uyga. Ha. Biz 35 ta turamiz. Qo'shni ekanmiz siz bilan. Yaxshi. Lekin erta turmushga chiqqan ekansiz, a? Men 24 ga kirgan bo'lsam ham turmushga chiqishni umuman o'ylamabman. To'g'ri qilasiz. 30 yoshda ham turmushga chiqsa bo'ladi. Ha, to'g'ri. Ismim Miroda. Meniki Sevgi. Sevgi? Ha, hamma shunaqa ismimni eshitib hayratlanadi. Shunaqa ham ism bo'larkan-da. Bo'larkan. Tanishgandan xursandman. Men ham xursandman. Uyda yolg'iz Ilhomjon bilan ikkimiz qolganimiz uchunmi Rustam akam ishda bo'lganlarida zerikib, har kuni dugonam Irodani chaqirib olardik. U dugonam shunaqa ham quvnoq, shaddod qiz ediki, kunimiz doimo u bilan o'tar edi. Yaxshi ham shu dugonam bor edi. Zeriktirmasdi. Ba'zi bir paytlarda bolamga ham qarab turardi. Juda ham yaxshi qiz edi. Birga ovqat qilardik, do'konlarni aylanardik. Xullas kunimiz Iroda bilan juda ham mazmunli o'tardi. Hidini qara. Yaxshi. Anchadan beri narsa pishirmagandim. Ulgurmayotgandim. Mazali bo'lsa kerak, a? Ha, hozir ko'ramiz. Kim ekan? Men kesib tura qolay. Assalomu alaykum. Qalaysan? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi o'tiribsanmi? Mana buni ol. Ko'cha isibmi? Rahmat. Ko'cha isib ketdi.
Kim bor uyda? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Narsa rahmat. pishirayotgandik Iroda bilan. Ha, yaxshi. Kiyimlaringizni almashtirib chiqing. Ilhom qani? Uxlayotdi. Hozir ovqat sizamiz. Kirib o'tirib turavering. Hozir kiyim almashtirib chiqaman. Sevgi, men ketdim. Sen eringga qara. O'tiribsan-da. Mayli, men keyin chiqarman. To'xtab tur. Haligi men bundan so'ra bering senga. bo'lardi. Rahmat. Xo'p, bo'pti. mayli. Xayr. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Yana chiqqan, xo'p. Ha, Iroda ketdimi? Ketdi. Menga qara, men ertaga Samarqandga ketyapman. 4 kunga. Jiyanimni uylantirishyapti. Bormasam bo'lmaydi. Unda men Namanganga keta qolay. Hech qayerga ketmaysan. Namangan o'zi keladi kerak bo'lsa. Uyimizga sig'ishmaydi-ku. Endi sig'dirasan-da. Bo'pti. Bosh og'ritmagin. Bo'lmasa Irodani chaqir. Yoningda bo'lib tursin Oyis qo'yarmikin buni? Beradi. Sen so'rasang beradi. Ha, mayli. So'rab ko'ring. Yur, ovqatingni suzchi. Oyi, Qayoqda yuribsan? Sevginikida edim. Qarang nimalar pishirdik. Yaxshi. Bekorga vaqillashib o'tirmabsizlar. Ovqat suzaman. Ukangni chaqir. Xo'p. Allo? Assalomu alaykum. Lola xola yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sevgi, yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Ilhom yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Lola xola, ertaga erim 4 kunga Samarqandga ketayotgandi. Shunga Ilhom bilan yolg'iz qolayotgandik. Qizingiz biznikida turib tursa, yo'q demaysizmi? Mayli. Senikiga ruxsat beraman. Rahmat, katakon. Mayli, chiqinglar. Chiq o'zing ham. Xo'pmi? Xo'p, bo'pti. Xo'p. Kim ekan, oyi? Sevgi, Ha, nima deydi? eri 4 kunga qayerqadir ketayotgan ekan. Kelganicha seni o'zi bilan turib turishga iltimos qildi. Siz nima dedingiz? Xo'sh. Mayli dedim. Nima derdim? Faqat ishdan kelgunimcha ukang sen bilan birga bo'lsin. Ya'ni ko'chada aydilab yurmasin. O'zimni mehribon oyijonim. O'g'lingizni o'zingiz chaqirmasangiz menga ko'nmayapti. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Yaxshi boring. Hozir. Qani? Iroda rostdan chiqarkanmi? Chiqadi, xavotir olmang. Bo'pti, Yaxshi. o'zingiz ehtiyot qiling. Bo'pti. Zerikmasdan o'tiringlar, xo'p? Xo'p. Mayli. Yaxshi o'tir. Xo'p. Yaxshi yetib oling. Voy, kiraver. Ering uydami? Yo'q, ketdilar. Kel. Voy, bolam, ko'chani shunaqa yaxshi ko'radi. Qani jim tur. Bugun nima qilamiz? Nima qilardik? Uyda o'tiramiz. Kir, hozirgina choy qo'ygandim, choy ichamiz. Mayli. Voy, Ilhomni ham qorni ochdi. Kir, bolam. Kiraver. Voy, men asalim. Voy. Suv yo'qmi? Suvni o'chirib qo'yishibdi-ku yana. Ha, ertalab o'chirishgandi. Ha. Bugun bitta dugonamni tug'ilgan kuni edi. Yur birga borib kelamiz. Voy, qo'ysinchi, xo'jayinimdan so'ramagandim-ku. Ey, ular bilib o'tiribdilarmi? 1 soat o'tiramiz, qaytamiz. Mazza qilib kelardik. Ilhomchi, Ilhomni nima qilamiz? Ilhommi? Oyimga tashlab ketamiz. Voy, kiyishga kiyimim ham yo'q-ku. Sochlarim ham bir ahvol bo'lib yotibdi. Ey, o'ylama, men seni o'zim chiroyli qilib qo'yaman. Yur, kiyimlaringni ko'ramiz. Ha, mayli.
Sal sekinroq yur. Sekinroq. Alo. Alo. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Charchamayapsizmi? Sog'laring yaxshimi? Xudoga shukr. Hozir kenayim, kiyinib yasan-tusan qilib qaqadir ketyaptilar. Qayerga ketyapti? Bilmadim, hozir kuzatuvchi orqalarida. Qara, ko'zdan qochirmagin. Xo'p. Bu narsa bo'lsa qo'ng'iroq qilgin. Bo'ldi, xo'p. Yaxshi. Sal sekinroq yur, bildirib qo'ying. Hushyor bo'lgin. Xo'p. Mana uy. Ha, yaxshi. To'g'risini aytsam, senga hamma narsa yarashadi. Bir pasda chiroyli Rostam, bo'lding, qo'ysingchi. Juda ham chiroylisan. Rahmat. Hozir seni hamma dugonalarim bilan tanishtiraman. Zo'r bo'lardi. Ular senga yoqadi. Qaysi uy edi? Men bumi? O'rtoq, vaqt o'tyapti. Ketamizmi yo'qmi? To'xtab tur, o'z ko'rib turibsan. Mashinani tashlab kelganman. Shu bugun shunaqa qilmay tur. Shoshvanman, o'rtoq. Oz hal qilib oling. Endi ishim bor-da, o'rtoq. Ha, kutib tur. O'rtoq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ering uydami? Yo'q, Samarqandga ketuvdilar. Bo'l, tez eshigingni och. Tinchlikmi? Yo'q. Tinchlik bo'lsa kecha soat 10 da sen uyga chiqib yuramanmi? Bo'l. Nima masala bo'yicha? Homilasini oldirmoqchi. Nega tirik bolani oldirmoqchisiz? Boshqa ilojim yo'q. Necha haftalik? Aniq bilmayman, menimcha 5-6 hafta bo'lsa kerak. Ahmoq bo'lmaganimda ikkinchi xotin bo'lishga rozi bo'larmidim? Birinchisidan zerikdingiz, ikkinchisiga uylandingiz. Ikkinchisidan ham zerikasiz, uchinchisiga uylanasiz. O, menga qara. Uchinchisidan ham zerikasiz, to'rtinchisiga uylanasiz. Xotin bor. Tilingga kelganini gapirurmagin, tushundingmi? Gapiraman. Tushundingmi? Ota bo'lgandan ko'ra yetim bo'lgani yaxshiroq. O'chir og'zingni. Mana shumi? O'yinchingiz. Shumi hali topganingiz? Sevgi, bu Shohida. O, Megajon. Uyalmaysanmi birovning oilasini buzishga? Hey, Shohida. O'zingni bos. O'zingni bos. Menga qara, o'zingni bos. Tushundingmi? Nima aybim bor? Nima aybim